Muhabbatnoma 11-qism. Singlimdan ansiraydim. İşlarining qandoq bo'lib ketganligini bilgim keladi. Ammo ilojim yo'q edi. Bir necha qitim opam ishlaydigan doktorxonaning sestralar ishxonasiga telefon qildim. Lekin telefonni u emas, boshqalar oldi. Opamni chaqirib qo'ying deyishga tilim bormay, gap qilmayli qo'yvatdim. Har qitimli shunday qilaverdi. Shunchalik umid kutgunimga yarasha biror qitimmi telefonni opam olmadi. Uning ovozini bo'lsa-mu anglab olay degan edim aslida. Biz kelib yarim yil bo'lganda saylovdaning va restoran birlashtirilgan mehmonxonaning xeyri ishlari chiqqili turdi. Muxtar qatorliq bir nechimizmi kutkichilik kiyimimizni selib etib, lukchaklar qatoriga qo'shilib ketdik. Nadi jidalba saylovdaning ashinlarini, yaqin yo'riqlarini, tuqqanlarini kimlar qayerda bo'zaq qildi, shu hamolla ashu ishlarni bir taraf qilishga, yana kelib mush ko'tirib bir taraf qilishga buyurilib turdik. Yana texi olli kimlar qayerdagi bozor o'rni, do'kon o'rinlarini egasidan ijaraga ilib olibla boshqarish haqqi, qo'g'dash puli degandek otig'i chiroyliq, ammo mushtumzorlik bilan jazoniga olgandek nohaq pul yig'adigan, pul bermasa do'konlarni chiqib, odamları urib yotqizib, oran kunda 6 qitim jidal chiqarib, o'ktamlik qiladigan ishlarning hammasiga biz xotirg'ili turdik. Tayoqni yedik, urdiganni urdik. Hayvimizni, to'g'riraqi, saylovdaning hayvisini o'ttalli ko'rsatib, shuning soyasida kun og'ilimi ustalashib, urib chaqili ko'nglimiz unamagan yoki saylovda shunda qilsanglar bo'ladi deb ruxsat bermagan ba'zi do'konlarning tomoqlarini bekorlik yeb, narsalarni bekorlik edib olib, oriqini ichib, har qimmat tomoqlarni so'rmayli ilib ketaveradigan bo'lib ketdi. Bir mezgildan keyin bu ishmi kuniga 3 vaqt tomoq yegandek odatdagi ishga aylanib qoldi. Saylovdaning ishlari o'zgarib turadi. Buguni Marvoyit sodisi qilsa, atsi oyoq tijorat qiladi. Buguni Xinjiangdan o'zim yangoq to'shsa, yana bir kunlari Yunnandan asal kirgizadi. Kallasi ishlaydi. Yangidan yangi hunarlari chiq edi. Ishqilib, bu odam jim turmaydi. Qo'l ostidagi sho'rkalarimi, atarman, chaparmanlarimi zotli jim turmaydi. İş bo'lsa terib turadi. Bir yoqdan isposini chiqarmay yig'ishtiradi. Pul topadigan, yuz topadigan, ish o'ngshaydigan odamlar ichida men to'naydiganning eng yomoni mushu odam edi. Shu yomonliklari ichida bilib bilmay zahar ishiga aralashib qoldi. U men kelib 2 yil bo'lgandagi ishlar edi. Dastlabda restoran tayyor qilib bergan dangliq qo'rimining orasiga elib, meni to'shig'ili sog'inni bilmabdiman. Har qitim palon mehmonxonaning manchinchi nomerlik yotig'i, Pokoni o'ltiraq rayonining palonchi bino manchinchi nomerlik uyi debli qo'liqimga qo'yib, tomoqni qo'lim tutqizib qo'yadi. Lukchaklar qatoridan tuyuqsiz yana tomoq to'shiydigan bo'lib qolganimga kunanmasammu, hammasining jon beqish uchun ekanligini bilgachga o'ng-tinsiz bo'ysunadi. Ba'zida chiroyli o'rab qochlangan so'g'atliqlarni, yana ba'zida dangliq markalik tamaka, esil haraq, o'yinchoq, oyto'qash qatorliq yemeklarni to'shiydi. Ishlari shunchachik, ba'zi kunlari hamma ishlarga yetishib bo'lolmay, sarang bo'lib ketadigan saylovda ashu narsalarni atayin o'zi qo'limga tutqizib, mangadigan yo'l, boradigan yer, narsani topshiradigan odamdan tortib, hammani o'zi bir qo'lliq o'rinlashtirib topilib, behmot tafsili jiklab ketadi. Menmi uni rozi qilish uchun zimmamga yuklangan hamma ishni noiti ko'ngil qo'yib, berilib qilatdim. Bu ishlar toki men bir o'ltiraq rayonining darvozasidan kirib, belgilangan uyning eshigida xaridorga oy to'qash bilan dangliq markali qaroqni topshirib berganga qadar davomlashdi. Shu kuni men kelar yo'lning hech narda ko'zga chiliqmagan formalik soqchilar bilan puxrochi kiyingan soqchilar men qo'limdagi narsalarni xaridorga berayotganimda osmondan tushgandeklar yenimizda paydo bo'lib, qurollarni bizga tanglab buyruq qildi. Nemi ish bo'lganligini bilolmay dong etib turib qoldim.
xaridor chaqqan kelib meni kaynimga itirib bosog'ining teshig'i chiqaribatdi hamda ishini ko'ppida yepib oldi. Qo'limdagi narsalar yerga chechilib ishning kayinda qoldi. Yenimdagi saqchilardan nachisi qo'llarimni qayrib meni yerga besib oldi. Yana nachisi ishini tepib echib uy ichiga bosib kirib ketgandek qildi. Men bakli qo'rqdim. İlgiri lükçeklik qilib baqqan, jidal chiqirib shoykida g'avg'a qo'zg'ab yurib baqqan bo'lsammi, lekin haqiqiy qurolliq saqchilarni ko'rib beqishim tunji qitimliq edi. Shu chaqda ish terib qo'ysak, yig'ishtirishga ko'zimiz yetmasa, saylovda bor edi. Biz ortiqcha kuchimaydik. Ushaq-tushak ishlar bilan saqchixonaga kirib qolsaqmi, oz bo'lsa necha soatda, uzoq bo'lsa-mu 24 soatda beribla bizning oshxonaning kutkichisi edi. Uqishmay yo'qlang jidalga aralashib qopdi. O'zim nasiyat qilib olaman, endi mundaq ish chiqmaydi deb kapolat berib, kepillik puli to'lab qaytarib keladi. Lekin bu qitimqi ish oldingi qitimligiga o'xshamadi. Yana kelib qilchib bexastalik qilsam yoki bo'yruqib bo'ysunmasam, Mavloning qo'lidan chiqqan uchar qo'ng'izlar bilan menamga yeb ketadigan qiladi. Oğlum öyden çıkıp ketip 2 yıldan aşqanda tuyuqsiz iş o'rnimga notanish kishilardan telefon keldi. Ularning menga tushundirmoqchi bo'lganlarini bakmo tasdiqda anqirib, Cho'ngchang shaharlik jamoat xavfsizlik idorasi bilan sud mahkamasidan izlaganligini tushundim. Gaplarning o'g'lim haqida bo'linayotganligini bilganimda ko'z oldim qorong'ulashib, yiqilib qolayli degan edim. Ularni qayta so'zligizib, men tasdiqda o'g'limga sud echiladiganligini, uning qandaqdir qonunga xilof bir ishlarni qilib qo'yganligini uqdim. Yana deyishlaricha, ular menga pochtadan uqtirishnoma avatganmish. Shuni topshirib olgandan keyin, agar xohlasam, sud echiladigan vaqtgacha shu shaharga berib, sudga qatnashsam bo'ladi ekan. Qizimning meyib bo'lib qoladiganligidan, yo'ldishimning o'lib olganidan keyin bu men bilgan eng qo'rqinchli xabarning 3-chisi bo'ldi. Hayron edim. Peshkalchilikning, ig'irchilik va azob uqubatlarning hammasila mening beshimga, bizning oilaga kelamdigandi. Nemishqa turmushning har xil ishlari mening beshimga kelgandilar, mushundaq murakkab, qiyin, to'salg'ulari ko'p bo'lib ketadigandir. Endi qanday qilish kerak? Sadi qanday qilsam bu ishlarni yaxshi hal qilib iziga tushirgili bo'lar. O'g'limga aloqador ishlardan bayqisam, sud etish darajasiga borgan yerda o'tkazgan jinoyati xeyli ig'irroq qiladi. Agar men o'sha shaharga borsam, ishlarga bir amal qilib, qonunning kengchiligini qo'lga keltirib, o'g'limni birga qaytarib kelgili bo'larmi? Shu ishlarni o'qigandan keyin barliq g'imim, o'ylaydiganlarim mushular bo'lib qolgan edi. Bormay qo'yay desam, ko'nglim unimidi. Yurak param, bechora o'g'lim so'laxonlarda so'rilib yursa, men bu yerda g'am bilan yig'lab uni u yerda tashlab qo'yib qandoq chidayman? Ammo boray desam, qizimdan xotirjam bo'lamaydim. Shakila texmi beqo'l, shuhratdan bek bechora edi. Ish bu darajaga yetgandimi, ayirib muomala qilganim nemisi? Dal mushu ayirib muomala qilganim sababidan bugun o'g'limning yeniga berish bo'lmasligini o'ylashib o'ltirmadimmi? Dal mushu tufayli uningdan ayrilib qilib, tinim topmay 2 yil izlab hech qanday uchurni ololmagandan keyin, hala bugungi kunda shum xabarini anglamadimmi? 2 kecha kunduz qattiq o'ylanish va ishkilanishdan keyin oxir o'g'limning yeniga berish qaroriga keldim. Ammo Shakilani qandoq o'rlashtirishning o'zi bir masala edi. Yo'ldishimning ota-onasi va tuqqanlari mushu shaharning necha yezasida uyimizga xeyli yaqin keladi. Ammo ular o'g'lining ozg'ini nafiqa puli va dafn xarajatini zo'rimiz-zo'r shulib olgandan keyin eg'rimiz tushib qolishidan ansirab bizdan munosabatini o'sgan. Yo'ldishim tugab ketgandan keyingi tunji haytdimi, almasaqdan beriqi tugab ketgan odamning uyiga tunji bo'lib tuqqanlar o'zi kelib patilab hol so'raydigan qoidani buzib, 2-chi kuni tushgacha tomoq tayyor qilib saqlasaqmi kelmagandan keyin oxir 2 balani elib o'zim borgan chig'imda bu suvga oldidilla tillab haydib etilgan edik. Shu chaqdimi ular haytning hurmatini qilmagan.
hayot vaqtida beshiga elib ko'tirdigan ativorliq o'g'lidan yodikor qolgan ikki navrisining chiroyiga qarab qo'ymagan. Burunqi yillarda oyda 5-6 qaytam mehmon bo'lib kelib, tamoqlarni atkizib yeb, haftaning 2-3 kunini bizninkida o'tkazib, lozimliq narsalarni chala qo'ymay aldirvamisi unmaydigan xuyi yomon qaynanam yo'ldishimning xushalligi uchun qaynana emas, o'z onamdan chora ko'rib, hurmatini qilgan mendek kelinini bu so'g'isidan o'qishmay atlab salgan aslanchilik ko'rmagan. Endi izlab basam, quchoq echish tugul, ishik echishqimi ko'zim yetmaydi. Ularga yalvurgandan ko'ra boshqacha amal o'ylashqanim tuzuk edi. O'z ota-onam bilan ini sing'illarimga, bolalarimga o'z bolasidek ko'yatdi. Biroq ular bu shaharga 150 necha kilometr yiroqlikdagi boshqa bir nahiyada maktabda o'qiydigan bir bolani u yerga olib qo'ysam, o'qishdan qoladi. Qanday qilish kerak? Qiz bola deganni yo qo'shnilarga topshirib qo'yib, yo xizmatdoshlarga havola qilib qo'yib ketgili bo'lmasa. Ishkirga bordiganligimni shakilaga aytishga to'g'ri kelganda, amalsiz yolg'on aytdim. Aksining u yerda jinoyat o'tkazib qo'yib, sudga tortilmoqchi ekanligini. Men berib shu azoblik joyga guvoh bo'lib, ondan qaytib keladiganligimni qandoq deyman? Shuning bilan xizmatdashim ham do'stim Qadriyaning aytib bergani bo'yicha uningga ishkirga berib bilim oshirib keladigan bo'lib qoldim dedim. Hamda bu jarayonda uni qandoq o'rlashtirib qo'ysam muvofiq bo'ladiganligini maslahatiga soldim. Boshda qizimning ko'ngli yerim bo'ldi. Ammo buning bilim egilaydigan yaxshi fursat, yaxshi ishligini o'ylab, yana meni qo'llagan bo'ldi. Uning kimning yenida turib tursa, muvofiq bo'ladiganlik haqida paranglashganda, u mu tengirib qoldi. Vaqt va musoba bo'yicha pamlisam, mo'lcharimcha yana 13 kundan keyin yo'lga chiqib, Urumchiga uzun yo'lliq avtobus bilan berib, u yerdan aeroplanga o'ltirib, Cho'ngchanga yo'lga chiqsam, sud echiladigan kundan 2 kun ilgari berib bo'latdim. Shuning uchun muvofiq amal topsam, mushu yerda o'rinlashtirib qo'ysam, agar boshqa amal bo'lmasa, maktabdan ruxsat so'rab, unimi billa ep berishimga to'g'ri keladi. Atis kechda qizim savog'dishi Erpon bilan chiroyliqqina bir qizni agashtirib, maktabdan xushal holda qaytib kelib, menga savog'dishi ham do'sti Erponning bu yil oliy maktabga imtihon beradigan otisi Layligulning shakilaga hamroh bo'lib, men ishkirga berib kelguncha bizning uyda uning bilan birga turib turadigan bo'lganligini, ularning uydagilarning bu ishga qo'shilganligini aytdi. Kishining beshiga kun tushganda buningdan yaxshi yordam bo'lamdi. Qarsam, Layligulma aqlliq, chechan, mehri issiq qizgan. Cho'riqlab so'zlab odamga yepishib turadi ekan. Erpandek ishmijoz, jimg'ur, kamsiz emaskan. Bu qizning mijozini shakilaga o'xshatib, ikkisining chiqishib ketalaydiganligiga ishonch hosil qildim. Albatta, men ishdan burun ularning uydagi cho'nglar bilan ko'rishib, ularga rahmat aytib qo'yishim, ularni xotirjam qilib, ondan mengishim kerak edi. Shu niyat bilan atis kechda shakilani elib ularning uyiga keldim. Bizni Erpon bilan Layligul o'zlari boshlab keldi. Ularning ota-onasi shunchalik o'ng'liq, yaxshi odam ekan. Bizni xushallik bilan kutib olib, yaqin tuqqaniga qilgandek bakmi qizg'in muomala qildi. Ammo faqatla o'ylab baxmagan edimki, Erponning dadasi Mamat Ali akaning bir qo'li yo'q bo'lib, qizim shakilaga o'xshashlar qo'lidan ayrilib qolgan meyib kishi ekan. Uyga kirib bo'lgandan keyin shakila qulog'imga pichirlab, bu ishni aytib qo'yishni unutib qolganligini aytdi. Eshikdan kirgandan boshlab ularning uyidan qaytqucha shunchalik ko'nglim yerim bo'lgan bo'lsa-mu chandirmadim. O'zimni asoda xushal tutishqa, Mamat Ali akaning ahvolini o'ylamagan, ko'nglim yerim bo'lmagan, bu ishni burundili biladigan bo'lib olishga tirishib, hammasiga optopdek kulib o'ltirdim. Ular shakilani to'naydigan ham yaxshi biladiganligini, bolalarning yaxshi do'stlardan bo'lib qolganiga xushal ekanligini, Erpon bilan Layligulning talbiga qo'shilib, men ishkirga berib kelguncha arliqda Layligulning bizning uyda shakilaga hamroh bo'lib turib turishiga qo'shildiganligini aytishdi. Menmi bu ma'qullikni ularning og'zidan anglab, yana xotirjam bo'ldim.
Mağdığanның алдыңғы күні кешті 3 баланы bizning uyga chaqirib, uyning ahvolini bir oz tushundirib, tok gazlarni ishlatishda diqqat qilishga tegishlik ba'zi halqalarni yaxshi uqtirib, ondan men kelgucha xarajat qilg'ili yetgidek pul berib, yaxshi tilaklarni tilab, ham 2 bolaga qayta rahmat aytib xo'shlashdim. Hammamcha ishlar ratlik, tartiblik o'rinlashtirildi. Biroq shuningdanmi ko'nglimning bir yerlarida ham, bir yerlarda tashvish alanglaydi. Muhabbatnoma 12 qism. Apamning shuncha yiroq yo'lni besib, Cho'ngchingga keladiganligini, mushunda qabohatlik minutlarda yenimda bo'ladiganligini o'ylabmi baxmagan edim. Uning meni qo'limga ko'zi silingan, jinoyatchilar kiyimi kiygan holatda ko'rishini xohlamaydim. Ammo hayotimdagi nurg'un ishlar men xohlamasammi, qabul qilmasammi yuz beraverdi. Uning 2 yil ichida 10 necha yosh qirib ketgandek ko'rinadigan, to'zish oldida turgan guldek solishib qolgan turqi ichimni serildiribdi. O'zimning taqdiridan ko'ra opamning holiga echinib, ichim og'rib, unsiz yig'lab ketdim. Uningga qarg'udek yuzim yo'q edi. Garchi shu topdagi orzuyimiz shu bo'lsa-mu, ikkimizga quchoqlashib, bir-birimizning qo'llariga esilib ko'rishgidek imkoniyat yo'q edi. Sot echilishdan burun opamning sudga qatnashqili bu shaharga kelganligini bilmaydi. Saqchilar qo'limga ko'zi silib, sud maydoniga yolab ib chiqqanda, uni sudga sirtdan qatnashqili kelganlar qatorida eng oldingi ratda ko'rdim. U yig'lab eqib ketgan bo'lib, ko'zlari o'ltirishib, judab tayoqdek qolgan holda menga talmirib qarab o'ltiradi. Balkim opamni oila a'zoyim bo'lganligi uchun nazorat qilishmoqchi bo'lsa kerak. İki tarafida birdan 2 ayol saqchi qaytib turishadi. Bugungi sudga va mening deloyimga chetishlik 8 nafar jinoyatchiga sud echilib oxirlashgacha opam shu yerda yig'lab o'ltirdi. Uning pat-pat yuragini qamallab, ig'ir o'ksib ketganlarini ko'rib turdim. Shunchalik ichim og'rib ketdi. Uningga qilganlarimni, bechora singlim bilan uni tashlab qo'yib, bu shaharga kelib-vaqinimni, mushuncha asab oqibatlik minutlarga guvoh qilib, uning onalik qalbini yana bir qitim zaxmlandirganimni o'ylasam, o'zimni hargizmi kechiramaydim. Bizga sud echildi deyilgani bilan amaliyotda bu jixi o'rinlarining tekshirib aniqlash natijasini oshkorlashi, adliya o'rinlarining ko'rib chiqib ayblishi va sud mahkamasining o'tkazgan jinoyatlarimizga qarta chiqqan hukmini e'lon qilib, to'llarimizni pechishidan iborat jarayon edi. Buningda qarlig'uchi tarafning gapi gap bo'lib, oqlig'uchi taraf jimmida o'ltirib, hamma gaplarni anglab, sud tugaganda maydondan chiqib ketsa bo'ladigan bir ish edi. Demisimi, shuncha jinoyat bilan tutilgan odamning o'zini oqlig'idek yuzi, isboti, sabablari bo'lsinmi? Bundaq chog'diki, men ko'ribki ichidagining zaharlik chekimlik ekanligini bilmaydim. Saylovda telefon orqali oy to'qash bilan aroq zakaz qilgan kishiga opirib ber degan deb zar yig'laganlarim aqamdi. Ras. Aqadigan yerlari aqdi. Aqmaydigini beshimizga balo bo'lib patdi. Iz qo'lab tekshirishda tutilib qolgan boshqa mol to'shig'uvchilar va mol topshirib elish jarayonida tutilgan yangi yochi xaridorlarning guvohlik so'zi bilan mening u ko'ribkining ichidagi narsaning nimaligini bilmaydiganligim ayon bo'lganda, saqchilar tunji qitim menga ishongan bo'ldi. Shu sababdan jinoyatim yeniklitib bartaraf qilinib, 9 yillik muddatli qamoq jazosi berilganligi e'lon qildi. Shu gap chiqishi bilanlar ko'zlarimdan marjon to'kilgandek yosh ketdi. Darrov opamga qaradi. U allaqachon o'shidan ketgan bo'lib, 2 ayol saqchi 2 yenidagi o'rindiqda o'ltirib, uni quchqog'iga elib, burun ostini uvulab, o'shiga keltirishga urinayotdi. Sud oxirlashgandan keyin opam bilan ko'rishish uyida ayrim ko'rishib olishga o'rinlashtirildi. Bizning kameraga mas'ul saqchining aytishicha, aslida mundaq qoida yo'q ekan.
lekin bosh sotchi va turma taraf opamning shuncha yiroqdan atoytan kelganligini nazarda tutib, bizga yordam qilgan hisobda mushundoq bir alohida fursatni yoritib beribdi. Uning ustiga zaharlik chekimlik bilan tutilgan odamning har vaqt jamiyat va atrofidagilarga xavf-xatar yetkazish mumkinchiligi bor deb qaraladigan bo'lsa-mu, mening jinoyatimni tonish va tekshirishga moslashish pozitsiyam alohida yaxshi bo'lg'ashqa, bu alohida kengchilik qilgan ekan. Buni anglab shunchalik xush bo'ldim. Ikki soqchi ko'rishish uyida bizni nazorat qilib turdi. Ayol soqchilar opamni qo'ltiqlab ep kirganda, hech nimaga qaramay uning oldiga yugurgan va yig'lab turib opamning oldida tizilinib, uning putlarini quchoqlab turib, kechirim so'radim. Qo'llarini so'ydim, ko'zlarimga surdim. Opammi meni quchoqlab shunchalik bak ezilib, to'kilib yig'ladi. Bosh ko'zlarimga onaliq mehri bilan so'ydi. Yaxshi tilaklarni tilab, bag'riga besib, ko'p tasalli berdi. O'zining yuragi so'kilib, to'kilib tursa-mu, hammani ko'z yeshig'i zo'rlab yutib etib, yurak parisi bo'lgan bolasining og'rigan dilini amlash, ko'ngil yarasiga shifo bo'lishni istash, düşmanlarga ko'rinadigan yirtiqlarni qon tari bilan yamash, balkim onalarning qo'lidan kelamdikin deyman. Bularni his qilganimda pushaymonlarim chidog'siz darajaga yetgan edi. Hayotimda çok qaytim qidimmi qattiqroq yig'lab baqqanimni, qilgan ishlarimga shuningdan ortiqroq pushaymon qilib baqqanimni bilmaydim. Ammo qandoqli pushaymon qilsammi, ishlar o'rniga kelmaydi. Pushaymon, achchiq hasrat, sig'inish va judolik hislari yuragimni minglagan qurut qo'ng'izlardek yeb, qo'qas chashqandek ko'ydirmoqda edi. 9 yıl. Bir kem 10 yıl degan kam. Ömrüm bo'lsa, bu 9 yılda yeshimga yosh qo'shilib, sapmısaq 28 yoshga kiraman. Shuning uchun singlim oliy maktabni bitirib, balkim to'y qilib, bolaliqmi bo'ladi. Opam bechora hozirqidimmi qerib, mag'durdan ketib, menga beqinadigan yeshiga olishdi. Bu yillarda men ularning yanida bo'lanmasam ha? Bu aniq. Hergiz ularning yanida bo'lanmayman. Endi ömrümning eng go'zal chog'lari opam bilan singlimga hamroh bo'ladigan, hayotimizdan go'zal aslilik qilishga tegishli guldek chog'larim turma ichida o'tdi. Ah, rahimsiz taqdir. Opamning shu bir qochtig'i qiydab, uydan yenib chiqqanim uchun mushuncha ig'ir jazolagansammi? Men har nima bo'lsam mayli edi. Nemishqa mening xatoligim uchun ularni qo'shib azoblanib, mendan ig'irroq badal to'laydi. Kashki heliqi kunga tutilib qolishda o'q tegib o'lib ketgan bo'lsa. Risolat adam ishkirga berib bilim oshirib kelgandan keyin ota-onam meni shakila bilan bodikaldi qilishdan to'sib qo'ydi. Nima sabab bo'lganligini bilmadim. Ish qilib, hammalar meni uningdan qochirib, ha degandilar, shu qiz bilan yaqin o'tma, bodikaldi qilma, billa tamoq yema, billa o'gnish qilma, tamoq chaqirsimi uyga borma, amal ba uningdan yiroq tur deb ko'tildab, quloq mengamni yeydigan. Maktabda uning bilan yaqin o'tgan o'tmaginimni, bodikaldi qilgan qimig'inimni ko'chlab surishti qildigan bo'lib oldi. Ocham boshqa maktabda bo'lg'achqa uningdan so'ray desam amal yo'q edi. Mendan so'rasa, ularning orzusi shu bo'lgandan keyin albatta yo'q deb javob berib, xotirjam qilatdim. Keyin xeyli yillar o'tganda bilsam, ocham Shakilaga hamroh bo'lib, ularning uyida 13 kun birga turish davomida ikkimizni va oramizdagi do'stlikni cho'nqur kuzdi. Ota-onamga Shakila ikkimizning bekli yaqin ekanligimizni, mening Shakilaga boshqacha nazarda qaraydiganligimni, kelgusi bir kunlarda Shakilaning bizning uyga kelin bo'lib qilish ehtimolligining nihoyat yuqori ekanligini aytib qo'yg'achqa, ular ansirab qilib, meni Shakila bilan yaqin o'tishdan to'sig'in ekan. Agar uningdek ikki qo'li yo'q bir qiz uyimizga kelin bo'lib kirsa, oilamizga xilla egri tushib qoldi ekan.
agar texi u bal tug'anmay qolsa, ota-onamning avlodi uzilib qolgudekmish. Gap bo'ldi-da endi. Avlodi uzilib qolsa bo'lmaydiganga, ular tarixda cho'ng o'tgan Chingizxonning urqidan bo'g'imdi. Qo'li yo'q qiz bal to'y qilsa bal tug'anmaydi deb kim höddi qilib yiqibdi. Ba'zi ishlarda uningga yordam qilib kelayotganim rost. Lekin u asosiy jihatdan o'zining höddisidan chiqalaydi. Texi girim buyumlarini put barmoqiga qistirib, shundoq yarashtirib girim qilalaydi. Sinfimizdagi necha qitimliq faoliyatlarda barliq qizlarga shu holatda girim qilib, o'qituvchi o'quvchilarni hangtan qoldirib o'tgan edi. Ota-onamning nadiki qamlashmagan bir gaplarni qilib, meni uningdan cheklashi ichimni siqib tursimi, oldida ma'qul deb qo'yib, o'zim bilgancha ish ko'rib yuraverdim. Faqat uyda ularning yinida shakillaning gapini qilmasam, do'stlikdan tinishib ketdik deb qo'ysam bo'laveradi. Yeshimiz cho'ngaygan seri, kunlar o'tgancha uningga bo'lgan hissiyotim pishib tavlanib, hayotimda u bo'lmasa bo'lmaydigan bir holat shakillandi. Bilib turatdim. Uyimdagilar Hilitilla uning bilan birga bo'lishimga, kelgusida uning bilan to'y qilishimga qarshi edi. Biroq shuningga irodam bor ediki, hayotimdagi barliq ishlarda ota-onamning gapini anglasammi, to'yishimda undaq qilolmaydim. Chunki shakilasiz hayot menga nisbatan yashamaganga teng edi. Ocham Hangzhoudagi bir oliy maktabga o'tib, yiroq shaharga o'qig'ili ketdi. Buning bilan uydagilar menga texmi kirishib olib, mening ko'zimga kirib olgan. Bargan turganlarimni yipidan yanisiqcha surishti qilib, birdan aramimni qo'ymaydigan bo'lib oldi. Shakila to'g'riliq gap chiqib qoldimi? Bo'ldi. Nech kungacha jidal o'ynab, opamning qapoqlari sangilab baranga og'dek bo'lib ketdi. Shundoq chaqlarda dadam jimib qoladi. Gapmi qilmaydi. Jidalga aralashmaydi. Opamning to'xtamay kayib qaqshashlariga, yeli meni, yeli Shakilani tilashlariga, gapini anglamag'inimdan datlab yig'lashlariga, kelgusim to'g'riliq g'aymaydiganligini aytib, o'zining men uchun singdirgan ajrini peshonamga qo'yishlariga sukut bilan javob qaytarib, tamakisini uzmay sho'rab jimmida o'ltiradi. Dadamni qandaqdir bir gapi bodek sezatdim. Lekin u demaydi. So'rg'im keladi. Biroq uning shundoq chaqdagi kayfiyati yelali yig'layotgandek azobliq, bir dunyo ovolchilik ichida qolgandek g'ash ichida. Keyin biz oliy maktabga imtihon berdik. Shakila mendan xeyli yuqori nomer bilan Beijing Millatlar universitetiga ketib qoldi. Men bo'lsam Xinjiang tibbiy universitetida o'qiydigan bo'lib, uningga oq yo'l tilab qoldim. Aslida bundoq bo'lishini faqatla xohlamaydim. Boshlang'ich maktabdan beri ayrilmay o'qiganimizga o'xshash, oliy maktabga birga boramiz. Bir-birimizga hamdam bo'lib, sirdosh bo'lib birga o'qamizmikin degan edim. Biroq taqdirning keyingi o'rlashtirishlari bu orzuimga boqmay qo'ydi. Uning chaqiriq uqtirishini bilgandim. Toki mening chaqiriq uqtirishim kelgichi bo'lgan kunlar dekki-tukida o'tib, oxir bu dumboqmi yerildi. Ko'ngillar vayrona. Bayni o'g'ir kirgan uydek. Men uningdan ayrilib qilish tashvishida parishon. Biroq ota-onam shahar og'an nochilardek xushal, g'olib va shodaman. Tunji qitim uydan rayim yondi. Jimjitgina ko'cha aylanishni, qorong'ulik ichida timtasla g'oyib bo'lib ketishni xohlab qoldi. Qandoqmi qilaman? Shakila bo'lmagan hayotga qandoqmi ko'naman? Men bo'lmasam u qandoq qila? Maktabga borsa, yotoqda yetib o'qiydigan gap. Yuktoqlarni yotqiga ep chiqolmasa, oshxonadan boshqa o'quvchilar tamoq ep yeyolmasa, yangi maktab uningga putida xat yozadigan sharoit yaratib bermasa, onasi yinida yo'q tursa, chichini tarab, kirqatlarini yuyolmasa, kiyim kechkini vaqtida almashtiramasa, qandoqmi qila?
Men mu u bag'an maktabga borsam bo'lmasmidi? Taqdir. Mushundaq yerlarda qistimsang nim bo'la odamni. Uni shu holda yolg'iz qo'yib, qandaqmi xotirjam bo'la olayman? Yoki Shakila maktabda o'qimasa, menmi oliy maktabga bormasam, ota-onamga desam, ikkimizning to'yini qilib qo'ysa, birer do'kon ichib, shuning kirimi bilan jahondarchilik qilib, davomli mahallamizda yashab qolsaqmikin? Shundaq o'ylaganim bilan ularning qo'shilmaydig'ini. Bekerak ching tursam, yo bizda tur, yo Shakilada tur deb ikki besli xanjarni gelimga terib qo'ydiganligini obdan biletdim. Buningdanmi o'tar tanglik, ta'tir qiyinlish bo'larmi inson uchun? Ular nemishqa yolg'iz o'g'ilning ko'nglini tushunmaydiganda? Acaba o'z ota-onam turib, meni baxtli bo'lsin demamdiganda? Maktabga mangdigan kunlar yaqinlab kelgan siri, kayfiyatimdagi turaqsizlik texim ro'shan gavdalanishga. Mijozim chuslashib, ochiqim yomon bo'lib qilishga boshladi. Shundaq bo'lgan siri texim o'qig'im kelmay. Ko'rmanglagan ota-onalar va yoshlar cho'ng bildigan, intiladigan, berishni orzu qilib, kech-kunduz armin yeydigan oliy maktab degan so'zmi qulqimga sat olindigan bo'lib qoldi. Bir kuni apam maktabga menishdan burun kerakli narsalarimni biraqur to'liqlab olishim kerakligini, yana nimalarning kerak bo'lganligini yaxshi o'ylashib, o'zga deyishim lozimligini qayta jikilab uqtirg'il turdi. İçim pishib aran turganda bu gaplarni chusliqimning piltisiga o't yiqavatdi. Muhabbatnoma 13-qism. Bir kuni apam maktabga menishdan burun kerakli narsalarimni biraqur to'liqlab olishim kerakligini, yana nimalarning kerak bo'lganligini yaxshi o'ylashib, o'zga deyishim lozimligini qayta jikilab uqtirg'il turdi. İçim pishib aran turganda bu gaplarni chusliqimning piltisiga o't yiqavatdi. O'qimayman. Ocham o'qigandan keyin bo'ldi. Men ininglarda turib, uyning ishlariga yordamlashgach, mush yerda bir ishdan peshini tutay. Nima? Nim deding? Ozg'ishib qolgansan? Shu oliy maktabda o'qig'im yo'q. Uyda sizlarga yordamlashay. Ham xiyol qilma. Xeyli odamlar borman deb boramayotgan katta maktab u. Sen o'qig'im yo'q deb bormaydigan ish bormikan? O'zingcha Shakila degan qiz bola tortishib, bizga qiydab qolganingni men bilmaydi deb qoldingmi? Shuni unutib qolma. Ishkinglarning oliy maktab chaqirig'ini men yoki dadang yozgan emas. Bu har qaysi ma'rif idoralarining, shu maktablarning qarori. Ular sening qiydab berganingdan qo'rqib qarorini o'zgartmaydi. Ishnamsan, sen u qizni deb oliy maktabga bormay bu yerda qolaman deganing bilan, u chaqirig'ini ko'tarib o'qiydigan maktabiga ketaverdi. Risolat hozirgacha o qizni jon tikib o'qitib, butun kuchi bilan oliy ma'rif tarbiyasiga ega qilish uchun tirishayotdi. Uningga shuningdan boshqa yo'lmi yo'q? O'qib xizmat topmasa, ishki qo'li yo'q, shu turqi bilan nima qilib jinini boqidi? Keyin Risolatdan qolganda kim uningga ega bo'ladi? Kim yor yo'lak bo'ladi? Risolat shularni o'ylab, jon jahli bilan qizini yulaydi. Acaba sen ishkilimiz oliy maktabga bormayli, senmi bu yerda qol deb qo'ysanglar, u o'qishdan voz kechib ketami? Kallangni silkibat Erpan. Hozir degan sening ko'ngilning kayni kiradigan vaqting emas. Nochi bo'lsang, uning oldida maydonni kerib turib, o'zingni namoyon qilishni o'ylasang, oldi bilan chaqiriqnomangni qadrla. Maktabda yaxshi o'qib, bo'lsa kasbiy jihatda uning oldiga o'tib ket. Sizlar o'qish bitirgandan keyinmi ko'nglinglar o'zgarmay mushbeti turalisa, ondan ishkinglarning ishiga qo'shilaman. Uningdan burun shu qizni deb oliy maktabdan emas, oldinga mangdigan kichkina bir qadamdan voz kechishingga ruxsat yo'q. Uning sababi emas. Mening o'zimning o'qig'im yo'q. Uning sababi bo'lmasa, ma'qul, o'qimasang o'qima. Bu yil 18 yoshga kirdi ekansan. Bir ishning peshini tutsang, 2 yilda o'zingni, oilangni boqqidek bo'lib qolasan. Yeshing hukumatning to'y qilish shartiga to'shqani hamon o'zim loyiq tepib to'yingni qilib etaman. U qizg'imi, maktabgami tortishmaydigan bo'lasan. Dadangga menday, maktabga menish xiyolini yig'ishtirib qo'yib, nemish qilish to'g'riliq o'ylanib qo'ygash turg'in. Lekin shart shuki, oliy maktabdan voz kechsang bo'ladi. Biroq 2 yildan keyin cho'qim men topgan loyiq bilan to'y qilasan. Shakilani saqlashingga ruxsat yo'q.
Apam shularni deb bo'lib, gap tugdi degan ma'noda ishorat qilgandan keyin ishikni gumma deb chiqib ketdi. Uning og'riq gaplaridan yuragim chimidi qilib ketdi. Men texim mushkamgacha hayotimda boshqa bir qizni, shakllardan boshqa loyiqni tasavvur qilib boqmagan. Acaba oliy maktabda o'qish fursatidan voz kechishim, uningdanmi voz kechish bo'lib qolarmi? Bu naqadar ig'ir badal-a? Agar maktabda o'qiyverishni tanlasam, o'qishimiz bitkichi bo'lgan 5 yilda munosabatimizda o'zgarish bo'larmi? Uning yonimda yo'qligiga mening qanday ko'nishim bir masala. U mening yo'qligimga ko'nalarmi? Apamning deganlari to'g'ri bo'lsa, Risolat apam uni o'z hojidan to'liq chiqolmaydigan shu holati bilan shunchalik maktabga yolg'iz yo'lga sep qo'yib, bu yerda xotirjam tura olarmi? Bu ishlarni zota qanday qilish kerak? Shakila, qanday qilsam sana hamroh bo'lib, sen bilan birga keta olaman? Yana qanday qilsam holingdan davomli xabar ola olaman? Qizimning dangliq oliy maktabga o'tganligi beshimni ko'kka yetkizdi. Gerçi o'qish puli sal qimmat bo'lsa-mu, xeyli yillardan beri yolg'iz mening maoshimga tayinib turmushimizni qamdab, hamda qizimning oliy maktabda o'qish uchun pul yig'ayotgan bo'lsa-mu, mushu turmushimiz o'zimiz uchun xotirjam, baxtiyor bilinadi. Hozirgi hisobimda dangsab baxsam, necha yildan beri yiqqan pulim qizimning oldingi 3 yillik o'qish xarajatiga yetadiganday qiladi. Qag'inga uning o'qishi davomida tirishib pul yig'sam, yana qiynalmay o'qitib keta olishimga ko'zim yetadi. Ammo hozirgi masala pul emas. Balki uning oliy maktabga borgandan keyingi turmushini o'rinlashtirish bo'lib qolgan edi. Bu g'amni qilayotganimga 2-3 kun bo'lgani yo'q. Taki uning ishki qo'li kesilib ketgandan beri yuragimning beg'ida tugunchak bo'lib turibag'ini, uning yurish turishi, turmush ehtiyojlari, o'zining hojatidan chiqishchiqanmaslik masalasi va shaxsiy tozalik, kiyinish, tarinish, ba'zi ishlarni bartaraf qilish g'ami edi. Aksiga sot echiladigan chaqdagiga o'xshash layligiliga topshirib qo'yib, bilim oshirg'ili bo'lgan chaqdagidek ta'til mazgili debla singlimning yeniga olib qo'yib ketayvagili bo'lmaydi. Bu qaytim u ketadi. Uydan ayrilib, mendan ayrilib, Şinjandan to'limi yiroq bo'lgan, hech qanday tonishi, tuqqanlari bo'lmagan yot bir shaharga ketgili o'tadi. Uni mushundaqli yo'lga sep qo'yamaydim. Kudigo'paqni yudibli berib o'qib kel deyishga ko'nglim unmaydi. Chaqir qog'ozni qo'limizga olgandan boshlab, saq 10 kungacha dum yetib, dum qopib, yavatgan nenim qo'limdan tushib qolsa-mu to'ymog'dek darajada eg'ir o'ylanib, oxir xizmatimdan istifa berib, qizim o'qiydigan shaharga uning bilan birga ketish qaroriga keldim. Baribir o'g'limni uyda emas. Uning jazo muddatini to'shqizib qaytib chiqishiga yana necha yil bor. U chiqcha singlisining oliy maktab o'qishini tugaydi. Balkim xizmat tepib, qaysi bir idora organning to'mir tavoqli xizmatchisi bo'lib qolamdi deydi. Shunga g'ulichi tugab g'eri chiqqanda oxirgacha chiday. Uning bilan birga bormasam turmush ehtiyojlaridan chiqolmaydi. Yolg'iz qiynalib qoladi. O'qishini yaxshi o'qiyolmay qoladi. Uning ustiga mendan uydan ansirab xotirjam bo'lolmaydi. Eng yaxshi amal uning bilan birga ketib, shu yerda kichikroq biror tijorat qilsam-mu, oddiyroq biror xizmat tepib qilsam-mu, yoki tozliq ishchisi bo'lib ishlasam-mu, ish qilib erta oqshomlari hamroh bo'lalasam, kirqatlarini yuyib, chochlarini tarab, lozimatliklarini taxlab, kerak bo'lsam yenida turalasam, uning uchun eng katta qo'llash bo'ladi. Shunda qilay. Tayyorligimni bitirib uning bilan birga ketay. Shu qarorga kelgandan keyin rahbarlikka ahvolni aytdim. Dastlabda boshlig'im faqat qo'shilmadi. Oila ahvolimni, qizimning o'qish ahvolini aniq tushuntirib, xeyli uzun gap qilganimdan keyin u unsiz uzoq o'tirib ketdi. Qizimning qo'llari kesilib ketgan shu yildan beri to'li boshliq almashib, hozirgisi 5-sestra boshlig'imiz edi. U qizimni ko'rib baxmagan. Qo'lining ahvolini faqat mening eg'izimdan anglag'ini bo'yicha biladi. Uni texmo tafsiliy tushunchaga ega qilish uchun qizim,
man va aksi uchimiz birga tushgan suratni og'ash kelgan edim. Yanchig'imdan suratni chiqaribla sestralar boshlig'imizga uzatdim. U suratga shundoqla qarab cho'chib ketdi va bir hazo sinchilab qarab ketgandan keyin ulug' kichik tinig'inicha menga qaytirib berdi. Shunda qilib, xizmatdan chekinib, qizimning o'qishiga hamroh bo'laman-da. Ha, shuningdan boshqa amalim yo'q. Men yenida bo'lmasam qizim qiynalib qoladi. Uni yolg'iz avatib qo'ysam, hargiz xotirjam bo'lamayman. Mundaq bo'lsin. Men bu ahvolni mudir bilan maslahatlashib baqay. Bo'g'idakli yeri bo'lsa, o'rningizni saqlab qolgan asosda bir mezgil ruxsat beradigan. Qizingizni obdan o'rinlashtirib olgandan keyin qaytib kelib ishga tushsangiz bo'ladiganga tirishib baqay. Faqat bo'lmasa, ondan istifa berasiz. Aldirab istifa nomusini men demay turing. Boshliqning bu qadar xayrixohligidan olamcha suyundim. Gerçi texi shuningga imkoniyat yaratilmagan bo'lsa-mu, uning eg'izidan chiqqani niyatini, yaxshi ko'nglini oshkorlab turadi. Dunyoda bir odam muhtoj bo'lganda yordam qo'lini sunish, qurbi yetmasimi tirishib beqish, hech imkon bo'lmasimi go'zal niyatlarini bildirish ulug' ishlar ichidagi eng ulug'imikin deyman. Ish qilib, boshlig'imning shu gapidan olamni bergandek xush bo'ldim. Har xil qiyoslarni qilg'ash, 2 kunni boshlig'imning ko'ziga talmirib qarash, umid bilan yo'llarda kutishlar ichida tasdi o'tkazdim. Oxiri 2 kuni ishdan tusharga yaqin boshliq meni ishxonamga deb sharaflab qo'yib, o'zi oldimda kirib ketdi. Mudir bilan maslahatlashib mundaq qaror chiqardik. Siz oldi bilan chisla toshqozmay bir parcha istiqonoma yozib menga berib qo'ydigan bo'ldingiz. Uningda hozirgi ahvolingiz, oilangizning ham qizingizning ahvoli, nima sababdan xizmatdan chekinmoqchi bo'lganingiz hammasi aniq yozilgan bo'lsin. Ondan qizingizni elib yo'lga chiqqandan boshlab 3 oy mezgil sizning ruxsat vaqtingiz bo'ladigan. Bu mezgilda faqat asosiy maoshingizni berilib, mukofot, unum maosh, smena qo'shib ishlash puli ham boshqa ta'minotlar berilmay turadigan bo'ldi. 3 oy ichida qizingizni maktabga o'rinlashtirib, turmushidan xotirjam bo'laligidek bo'lsangiz qaytib kelib ishga tushib, normal ishlayveradigan. Har qaysi ta'minotlardan burunqidek baharlanadigan bo'ldingiz. Navada shu vaqt ichida qaytib kelamay, davomli turib qoladigandek bo'lsangiz, 3 oy muhlat to'shqandan keyin men istiqomatingizni doktorxona rahbarligiga topshirib berib, xizmatdan chekinganligingizni yetkazib qo'ydigan bo'ldim. Qolgan ishlarni doktorxona rahbarligi bilan kengashib bir taraf qiladigan bo'ldik. Lekin amal bor qaytib kelishingizni, biz bilan davomli ishlab qolishingizni umid qilaman. Boshliqning deganlari shu bo'ldi. Minnatdor hislarim tomir-tomirlarimga tepdi. Uni ochilik mehrim bilan changida quchoqlab, qayt rahmat aytib ketdim. Har bir odamning turmushida undaq yoki mundaq qiyinchiliklar bo'lib turadi. Yengib ketgan bo'g'idaklarni amal qilib yengish. Bek bo'lmaganda ziyoda esilib olib, o'zginimi charchatmaslik kerak. Qizingiz agar oliy maktabda o'qib ketamigidek bo'lsa, qila oladigan boshqa bir kasbdan hunar egallasimi bo'ladi. Hökumətning meyitlarga qaratgan paravanlıq o'rinlari, maxsus meyitlar ishga o'rinlashtirilgan har xil kasblari bor. Shulardan yordam so'rasanglarmi bo'ladi. Odam bo'lishning, turmush kechirishning chiqish yo'li faqat oliy maktabda o'qishla emas. Maktabda o'qimagan nurg'un kishilarmi jamiyatda bir kishilik o'rnini tepib, shundoq yaxshi tirikchilik qilib ketyotdi. Hozir qizingizni deb mushuncha vala badal to'lashga rozi bo'lib, xizmatdan, umrlik tumur tovoqdan voz kechkilyapsiz. Keyingi kunlarda qizingiz o'qishni davomlashtirolmay qolsa, siz xizmatni tashlab bo'lganda, uni o'qishni tashlaydigan bo'lib qolsa, bu badal bakli zoya ketadi. Bizda 7 o'lchab bir kas deydigan gap bor. Ba'zi ishlarda 7 emas, 70 o'lchsakmi, yanada kesib bo'lganda xato o'lchib olganligimizni bayqaydigan ishlar chiqib qoladi. Shunga bak yaxshi o'ylashing. Cho'qim chekinmasam bo'lmaydi desangiz, qaroringizga hurmat qilaman. Shuningdan burun bak yaxshi o'ylashing, keyin pushaymon qilsangiz o'rniga kelmaydi. Boshliq, men istiqonamni topshirdigan chaqda ana shu gaplarni qildi. Söz oramidan o'ylasam, uning bu ishni necha kun o'ylashib, yuz berish ehtimolli bo'lgan barliq ishlarni ko'z oldiga keltirib, ondan eg'iz ochganligi aniq edi. U menga yaxshi bo'lsin deydi.
Lekin hozir mushuningdan boshqa hech qanday amalim yo'qligini o'zim yaxshi biladim. Qizimga uning bilan birga Beyjingga bordiganligimni aytmadim. Taki u maktabga qarab yo'lga chiqadigan kun yetib kelguncha to'xtamay tayyorlik qilib, o'zimning safar tayyorligini uningdan maxfiy tutib oldim. Lekin bu umumisi tag'i hamillari bo'lish sifati bilan qizimning oliy maktabga o'tganligini, o'zimning uning bilan birga berib, shu yerda turib, uning holidan xabar oladiganligimni yo'ldashimning urug' tuqqanlarga aytib qo'yishim kerak edi. Ular bizni tashlab o'tgan bilan qandaqla bo'lmasin bolalarimning dadasining tuqqanlari edi. Shunga bir kuni cho'ng uyga telefon qilib, qiynanamga bu ishni aytdim. Hamda 4 kundan keyin yo'lga chiqadiganligimizni dedim. U navrasining qaysi oliy maktabga o'tganligini, yillik o'qish pulining qancha pul ekanligini, o'zlari yordam qilgudak biror ish bor yo'qligini so'ramadi. Siz Shakila bilan birga ketsangiz, uyga qulub sep qo'ysiz aqchan. Oshqishni menga bering. At akşamlarda berib yo'qlab, eshik derazlarni ichib havo almashtirib, tozalab qo'ygash turay. Siz kelganda yana qaytarib beraman. İçim achchiq bo'ldi. U ko'maydi-yu, miyig'imda keldim. Bizga, menga bo'lmasimi navrasiga ko'ngil bo'lgan odam avval uning ahvolini so'ramamdi. Shuncha uzoq vaqt izlashmadik. Endi bo'lganda ana bola ikkimiz yiroqqa ketkilyapmiz. Ko'nglimizni ayab bo'lsa-mu, haling nechuk, g'iming nima deb bir ig'iz so'rab qo'ysa, dushmanga ketarmidi? Amroq o'g'lining ayoli men, Shakila ashu o'g'lining pushtidan tamg'an navrisi-ku axir. O'zimizning narsa keraklarini bir hujra uyga yig'ib etib, qog'inini yillik ijaraga berib etdim. Ijara pulini balaning o'qishiga to'layman. Oshqinini men biror ishning peshini tutib pul topqidek bo'g'icha xarajat qilamiz. Keyingi yillik ijara pullarini yilda bir qaytim beradigan bo'ldi. Qonunliq to'xtam tuzib, saqchixonaning ma'qulligidan o'tkazib qo'ydim. Balaning o'qish degab qaytib kelganda ijara o'ltirganlar ko'chib ketib uyni bekorlab berdi. Shunga appa, oshqishni sizlarga beramaydigan bo'lib qoldim. Kechirsizlar. Gapim tugamasda qiynanam telefonni jaqqida qo'yib etdi. Trubkaning qattiq qo'yilgan ovozidan cho'chib ketdim. Joyimda hangviqib xeli uzun o'tirib ketibdiman. Asli men uyni ijaraga bermagan. Yangila to'y qilgan bir xizmatdashim to'y qilib, erining uyiga beribla cho'nglar bilan birga turishga majbur bo'lib qolganligini. Uy ayirib chiqayli desa, turg'udak uyi bo'lmag'ashqa, pul chiqarib uy setib olgan iqtisodiy yor bermagashga, cho'nglar va qiynini singillar bilan qistlashib, birga turadigan undaq turmushga faqatli ko'namaganligini. Qiynanisi bilan qiynsanlisining er-xotin ikkisining shaxsiy turmushiga bakla diqqat qilib bilib, ularni faqatli erkin bo'g'ilib qo'ymaganligini. Yana kelib, xizmatini herib echib qaytib bo'lsa, yana butun bir uylikning oshtamig'ini etib, kirqatlarini yuyib, uy tozalab, oyoqlarini maylab, kiyim dazmollab bakla charchab ketganligini. Ya atigini, ya kashligi tuzuk aramchilik bo'lmay, yiqilib qolay deganligini. Er-xotin ishkaylan maslahatlashib, sirtdan uy ijara elib ko'chib chiqib turishni o'ylashgan bo'lsa-mu, muvofiq uy topolmay yurganligini. Agar uyimni ijaraga berishni xohlasam, men qandoq asirgan bo'lsam, o'zlarining shundoq asrab avaylab tutib turadiganligini. Men qaytib kelishdan burun telefon urib, ahvolni aytib qo'ysamlar, biz yurtga tushib bo'g'icha boshqa uy tepib ko'chib ketganligini aytib, shunchalik yoldirib ketgan bo'lsa-mu, faqat unimabdi ekanman. Qiynanamning bizni unutib qilib uyini esida saqlaganligi va tunji inkosida boshqishni talab qilishi darhol kallamga ijara berib etish kerak degan xayol keldi. Shunga hech ishkilanmayla uyni ijara berib etdim dedim. Telefon qo'yilgandan keyin birdam hangviqib o'ltirib qolib, xeyli tasda o'zimga kelibdiman. Muhabbatnoma 14-qism. Tuyuqsiz, arzimaydigan odamlar uchun azoblanib, kayfiyatimni isrof qilganimni his qildim. Va fursatni chang tutib, heyliqi xizmatdashim bilan paranglashib, ishlarni bekitib etish uchun trubkani qo'limga oldim. Xizmatdashim bilan paranglashib, fikrimni o'zgartganligimni, uyni ijara berishni xohlaydiganligimni aytdim. Yillik ijara pulini 7000 yuanga deyishib, ati to'xtam tuzadigan bo'lishib, ishni bitirdik. Gaz o'choq, oshxona saymonlari, muncha va yo'tkab opirvatkili bo'lmaydigan ba'zi narsalarni ular ishlatib turadigan.
ishiltish jarayonida uprab buzilib ketib ishlatkili bo'lmasa ular almashtirdigan. Keyin ko'chib ketganda menga qo'yib ketadigan bo'ldi. Gaplarni bitishib, dedim. Shakila savodoshlari bilan aylanib kirdiganligini aytib chiqib ketgan edi. U kirgucha tamoq pishray deb tayyorlik qilyapsam, eshik ansiz o'rildi. Aldirab berib ochsam, qiynanam. Chiroyini bo'g'chi tukkan do'mpanglikdek purishtirib, ig'izig'i passam choyni yetadigandak alfozda pushildab turibdi. Hurmatini qilib salom qilsam, qarorga ko'zi yo'q. Udil kirib kresloga cho'kdi. Andan qo'l somkasini yeniga do'qqida qo'yibla gap boshladi. Qarang kelin balam. O'g'limdan qolgan uyni yot kishilarga ijaraga berib yurmang. Men onasi bo'lgandan oshqushni sizga vakolatan saqlab beray. Qaytib kelsangiz, yana sizga beraman emasmi? Ijara bergan uy degan oson ko'nraydi. Haq bizdek avaylamaydi. Oshqush menda tursa, haftada bir qaytim kelib tozlab, derizlan ichib havo almashtirib qo'yaman. Ansirab qolsangiz, telefonlashib ahvolni uqishib tursak bo'ladi. Shundaqmi emasmi? Ish qilib uyni ijara berishga men qo'shilmayman. Xo'shida achchig'im keldi. Yo'ldishim tugagandimi, u mushundaq qilgan. Do'qqida kirib, paloqqida o'ltirib, yirtiq ishtondan bir nima sangilgandek emasli gaplarni qilib, o'g'lim ishkimizdan ko'ngliga yog'och sanjib qo'yib, qo'l yog'liqqa o'rab saqlagan pulni olib chiqib, ayminib qana uzatsam, bulangchilik tatib elib, bir mo'changi chag'li qog'ozdan biror talni maningga bolalaringga kamput elib ba demay somkasiga muhli tiqib, xo'shmi demay taraqshib ketib qolgan. Heli qarsammi, abdi yana shu. Oshqushni bersam, hozirning o'zida bolangni elib uydan chiq deyishdan yonmaydigandek qiladi. Uning ko'zlariga chekitda qadaldim. Aldirmay choy damlab, piyolaga qiziq bet qo'yib, patnos bilan qo'sh qo'llab sundim. U choyni ip bo'lganda oldiga kelib, yo'lanchuklik o'rindiqning bir burjigida qo'rinib qana o'ltirdim va siliq sipoyilik bilan gap boshladim. Apa, oshqushni sizga bersam bo'ladi. Lekin ijara olmoqchi bo'lganlar bilan to'xtamlashib, barmoq besib qonunlik qilib atgan. Undaq to'xtam deganni bekor qilg'ili bo'ladi. Ömürlük setib pulini ip bo'lgan sodimi yonidig'i ba'zida. To'xtamni bekor qilsaq bo'ladi. Lekin to'xtamga xiloflik qilish puli 5000 yuan. Qizimni o'qitishning, o'qish pulini qanday to'lashning g'amida qolganda, bu pulni men chiqaramayman. Sizlar beramlar amsa. Menda uncha ko'p pul nima ish qiladi? Bizga maslahat sanmay ish qiladigan odam siz bo'lgandan o'zingiz chiqiring. Menga oshqushni bersangiz bo'ldi. U pulni men chiqaramayman. Uyni ijara bersam, ijara pulini shakillaning o'qish puliga to'lamasam bo'lmaydi. Bejingga borsak, yana turmushni qamdaydigan ish turadi. U yerda xizmat tepib, pul tepishning kavkiga kirib bo'lg'icha yana xarajat ketadi. Pulning beshida o't kuyib, g'am ustiga g'am turganda, u 5000 yuanni men qanday to'layman, oppa? Shundaq deb tursam, Shakila eshikni ochib kirib qoldi. U oyog'ini silib, put barmoqlarida qisib turib, apchilik bilan eshikni ochib italaydi. Uning kirib kelishi bilan xeyli kunlardan beri yo'shirib yurgan ishlar oshkorlanib ketishi aniqla bo'lib turadi. Men ansirgan siri qiynanam ovozini qo'yib etib qayishga boshladi. Hech qanday bir odamning bolasi oliy maktabda o'qisa, opasi billa berib o'qishib beradigan ishni anglamaganman. Menmi turg'unni oliy maktabga yo'lga soladigan chaqda uzun yo'lliq bekatga chiqib, shu yerda uzitib qo'ygan. Sizning bolangizga kelganda xonvalidingizdek e'tiborlab o'zingiz billa boramdikansiz? Pul topmoqning ta'sirida bir munch pulni isrof qilib o'qitib yurmasimi bo'ladi bo'lmasa? Bu abdi bilan oliy maktabni bitirsimi kim xizmatga oladi uni? Hech qaysi idoraga cho'loq lozim bo'lib qolmaydi. Ma'qul deb bersa, yangzim-yangzi qiliq chiqarib yurmay, g'itingizni qisib uyda o'ltirsangiz bo'ladi sizmi? Bo'ldi qilamlar, appa. Sizlar davatgan bu cho'loq mening qizim. Bilvatamlar, mening qizim. Sizlarning hech zamon eg'izlardan tushirmaydigan e'tiborli o'g'illari. O'lib ketgan yo'ldishim Turg'unning qizi. Men sizlarga pul dedim-mi? Shuncha vaqtdan beri qiynalsam chidab, bolani o'qitib hozirga keldim. G'uluch tegib qiyir chiqarganda nemishqa o'qitmoqdakman. G'itimni qismay qiliq chiqarib nima qilibdiman? Jafo tassam o'zim tatdim. Ishlarni o'zim yaxshi bir yaqliq qilyapman. Bilib borsam, qizimning holidan xabar olish uchun boraman. Sizlarga hech qanday ig'rimiz tushmaydi. Ayni chaqda tadisining nafiq pul bilan dafn xarajatini shopet yo'lib oldilar. Shu chaqda pulsiz qolmadik. Kuchim, xizmatim bor ekan, ishlab maosh oldim.
hech nimamiz kam bo'lmadi. Balalarimni guldek baxtim. Hali musilining bir po'ng'ichoqliq pullariga tanib qolmaymiz. Issiq jinimiz bilan mushu bir uyimizda qoldi. Buningga ko'z silib yurmisizlarmi, hech nimalar kam emas sizlarning. To'l g'ururimi tegmisizlar. Shuni deb qo'yay opa. Bechora qizimni haqoratlaydiganga haqqilari yo'q. Qaynonamning ahanatli gaplariga chidamay, das o'rnimdan turib, yot odamni silkiganda qaynab qo'limni shiltib so'zlab ketibdiman. Qaynonamga bunday hurmatsizlik qilishim hayotimda tunji qitimliq ish edi. Gapimni tugatib qarasam, bechora qizim allaqachon yig'lab yiqib ketibdi. Qizimni bag'rimga besib, yoshlarini surtdim. Shu chaqda qaynonamning qo'lini shiltib oldimga keldi. Yoqqa yurtliq palon ekan demay, balamga ip berib, xo'rigingizni o'stirib qo'yganman zodi. Cho'ng kichikni farq etmay, qiynapingizga mushundaq behurmat qilamsiz? Adab qoida deydigan ong bormi sizda? Adab qoida bo'lg'ashqa, yillardan beri sizlarning rost deb bo'zak bo'lib keldim. Meni nimalar deysizlar ranjimayman. Baribir meni o'z ko'rmaydilar. Buni yaxshi bilaman. Lekin bolalarim shu amroq o'g'illardan tug'ilgan sizlarning navrilari edi appa. Mamasi bo'lgandikin azroq bo'lsa-mu mehribado desam, hala bugunga kelgandimi pul moldan boshqani tonimaydi ekanlar. Shakilarni elib Beyjingga bordiganligimni aytib qo'yganim sizlarni appa deb belginim. Cho'nkoginim. O'g'illarning o'rnida tuqqandachilik yetkizginim edi. Sizlar yanada boshqasini o'ylamay uyimizga ko'z sapdilar. Insof qilsizlar appa. Mol dunyo degan tugab qoladi. Yana biz qolamiz. Shuncha vala boshqa turib bor yo'qimizda shulvamislar bo'lmag'dak osh qoldilarmi? Uy makonsiz talada qoldilarmi ya? Balamga ip berib xo'rigingizni o'stirib qo'ydim deb ketgidek. Men zoda nima qildim sizlarga, ha? Meni epamagan bo'lsalarmi, o'g'illar bir umr bo'ytaq yurmasdi. Boshqa xotin elib bergan bo'lsalarmi, yana sizlarga kelin bo'lib, mushundaq bolalarni tug'ab bo'g'iydi haqiqatan. Zoda qanday qilsam rozi bo'lalar mendan, ha? Hadisini o'shmanlik qilib, nashtarlarni sanjib yurgicha biror qaytim bo'lsa-mu, momasiga o'xshab baqsili bo'lmamdi. Qizim sizlarni momo deb biror qaytim erkalab baqsa, quchoqlab baqsa, yegan nonlar zahar bo'lib ketadimi, appa? Deydiganni deb, yig'laydiganni yig'lab, yillardan beri yig'ilib qolgan dardlarimni biraqla to'kibdiman. Qaynonam boshda mendanmi bak sakrab chalvaqdi. Keyin asta-asta besqib pastgo'yga tushdi. Andan somkasini ag'am biti gapni qilmay chiqib ketdi. U ketgandan keyin qizim ishkimiz xeyli o'zinigacha quchoqlashib yig'lab ketdik. Momam uyimizga kelib, opam bilan urushib qaytib ketgandan keyin, andan opamning men bilan birga Beyjingga berib, shu yerda uy ijara elib, xizmat tepib ishlab, men o'qishimni oxirlashtirguncha holimdan xabar elishni qaror qilib bo'lganligidan xabar topdim. Uning men bilan birga berishiga qo'shilmadim. Nimalar degan bilan, u shaharning muhiti bizga notanish edi. Hech qancha tanishimiz, urug' tuqqanimiz bo'lmagan. Almi talmini bilmaydigan u shaharda opamning qiynalishini, xizmat topolmay tez kunda qilishini xohlamaydim. Men borsam maktabga boraman. Maktabning yotig'ida turib, sinflarda o'qiyman. Shunga tashqi dunyoning besimi, muhitga, turmushga moslashish besimi, xizmat izlash besimi, iqtisodiy besim deganlar uncha yuqori bo'lmasligi mumkin. Ammo opam borsa, udulli tashqi dunyoning barliq besimlariga yuzlanishga to'g'ri keladi. Rost gap qilsam, hozirga qadar opamning davlat tili saviyasining qaysi darajada ekanligini bilmaydim. Chunki biz azaldan davlat tilida fikr almashtirib baxmagan. Turmushdimi uningga davlat tili ishiltish ehtiyoji tug'ilmaganlikdan va yoki nars kerak situatsiyalarda davlat tilida so'zlashadigan yerlarga asosan bilib berib baxmaganligimiz uchun mushu tarbiyaga diqqat qilib baxmagan ekanman. Bir sestraning kasbiy atalg'ular bilan uchrashish, sahiyaga aloqador xat va so'zlarni bilishdan boshqa davlat tili saviyasi yana qanchalik bo'lishi mumkin? Bularni o'ylasam, uzoq vaqtdan beri opamni jafoga qo'yib kelayotganim yetmagandek, endi bu xonda
jafo va xatarning eng cho'ng'iga so'rayotganligimni his qilib azoblanatdim. Apamga men bilan birga bormaslikni, mushu yerda xizmatini yaxshi ishlagach, mening o'qish bitirib qaytib kelishimni kutish haqida xeyli jiq gap qildim. Yig'lab, yolvoribmi ketdim. Biroq allaqachon kechikkan ekanman. Apam o qarorni menga aytganda xizmatidan istifa berib bo'lgan. Uyimizni ijaraga berib etib, nars keraklarni yig'ishtirib taq qilib, safarga 2 kishilik bilet ilish uchun tayyorlik ko'rib qo'ygan ekan. Bu holda qanchalik zo'rlasam foydasi yo'qligini. Uning men bilan birga bormasa, zodi ko'ngli tinmaydiganligini bilib, yanala qaroriga hurmat qilishni to'g'ri topdim. Ammo mehri issiq uyimizdan, uzoqdan beri yashab ko'ngan bu shahardan, dadamning, akamning izlari, hidlari qolgan bu uydan mushundaqli ketish har ishkilimizga ig'ir keldi. Bo'libmi apamning qanchalik zo'r azob va besimga bardashlik berayotganligini bilib, tushunib turardim. Yo'lga chiqadigan kunlar yaqinlashib qolgan sari o'zimizni tinglab, mo'nglanib qoldik. Ko'zlarda yosh agitdi. Bizni qo'yniga elish oldida turgan musofirlik, g'iriblik ha degandala o'zini ko'rsatib, yuragimizni mujib turardi. Biroq keyingi kunlarni men o'qish bitirgandan keyin yaxshi bo'lib ketadigan xiyolimizdagi kelgusini o'ylab, ko'nglimizga taskin topatdik. Apamning urug' tuqqanlari yiroqda edi. Bu yerda yaqin o'tgidek do'stlarimo bak yo'q edi. Shuningkin, yiroq safarga otlangan mushundaq paytlarimizda bizni izlaydigan, holimizni so'rab, dardimizga yetadigan, adnosi 2 ig'iz tasalli etadigan kishilarimiz bo'lmadi. Momammo apamni tillab poskaytib qo'yib, andin apamning bir talay qattiq gaplarini anglab, o'smisini qondirib olgandan keyin bir ketginicha qarisini ko'rsatmadi. Bu qitim momamdinmi, dadamning boshqa urug' tuqqanlaridanmi umidimizni pak-pakiz uzdik. Apam uyni xizmatdeshiga ijaraga berib to'xtam kutishayotganda bir chetda yig'lab o'ltirdim. U sestra hadashning menga ich og'irtish nazarda dam qarab ketishlari ko'nglimni bakli yerim qildi. Ras, u burun meni ko'rib boqmagan. 2 qo'lim kesib etilgan, boshqa normal qizlarga o'xshamaydigan bu turqum balkim uni qo'rqitib qo'ygan va yoki echindirgan bo'lishi mumkin. Ammo hozirgi masala uyimizning qarab turib yotlar tarafidan egilinib ketish oldida turgani edi. Men buni xohlamaydim. Biroq rad qilishga, opamga qarshi chiqishga amolim yo'q edi. Mushundaq qilmasa, momam egallab olsa, uyimizni hargizmi qaytirib bermaydi. Yo'lga chiqishdan ilgari opamning tuqqanlaridan cho'ng dadam, cho'ng opam, tag'am va homillarim otaydan shuncha yiroq yerdan nahiya atlab kelib, bizga bir muncha pul ham sovg'atliq yo'lliq tutdi va yaxshi tilaklarini bildirishdi. U yerga yetib borgandan keyingi ahvolimizni to'liq doklad qilib turishimizni, qiyinchilikqa yo'liqsaq cho'qim telefon qilib aytishimizni yenishlab tapilab ketdi. Cho'ng anam, momam, ya'ni dadamning opasiga o'xshamaydi. Shunchalik mehribon, ko'yimchan, mehri issiq, yumshoq so'zlik, illiq ayol edi. U meni bag'riga besib turib, ko'p yaxshi tilaklarni bildirib, peshonamga so'ydi.
apamnamı o'xshash usulda quchoqlab, peshonasiga so'yib, go'zal tilaklar bilan tasalli berdi. Tag'a hammalarimmi xuddi qalb jarohatlarimizni saqaytish uchun kelgandek bizga bor kuchi bilan illiqlik va muhabbat his qildirdi. Garchi bizdan to'limi yiroq bir yerda yashayotgan bo'lsa-mu, pat-pat ko'rishamizakmi, hayotimda ulardek yaxshi, mehribon, oq ko'ngil kishilarning bo'g'inidan to'limi minnatdor edim. Ularni bakli yaxshi ko'rardim. Muhabbatnoma 15-qism. Ikki chamdan kiyim-kechak va boshqa lozimatlik. Bir kichik sumkada yo'lda yeydigan, ichadigan narsalarni ilib yo'lga chiqdik. Bizni Irfan va opamning uyimizni ijarga olgan xizmatdoshi uzun yo'lliq bekatgacha uzatib keldi. Chamadonlarimizni Irfan so'radi. So'nkimizni heliq sestra achash ko'tardi. Apam meni qo'ltiqlab og'ash, kayniga. Uzoq yillik hayot kartinalari qolgan. Mehri cho'nqur bog'langan. Oilamiz bilan chambarchas bog'lanib, bizni har vaqt o'ziga tatib turadigan bu shaharga qonmay qarab ketdi. Ko'zlarimdan to'xtamay yosh quyiladi. O'zimning istiqbolini deb apamni bu qadar jafoga qo'yayotganimni o'ylasam, ichim etishadi. Menga aytmag'ini bilan uning ko'zi qiymayotgan bu shaharni, uyimizni, xizmatini, tuqqanlarini tashlab men bilan birga ketayotgani haqiqatan zo'r bir yo'qotish. Chidash tas bo'lgan ayrilish edi. Mundaq ulug' va cho'ng jasorat balkim opamdan boshqa ayollarning qo'lidan kelmasligi mumkin. Hatto xiyolmi qilamasligi mumkin. Bekatga kelib, narsalarimizni joylashtirib, avtobus kutib o'ltirganda, Irfan menga kaynidan menishimni sharatlab qo'yib, oldimda ketaverdi. Qarasam, opam sestra achash bilan mungdishib o'ltiribdi. Ularga ko'rinmay, astag'ini Irfanning kaynidan keldim. U so'lov xaltiga selib, qatma-qat o'rg'an alqanchilik bir narsani tutqizib, maktabga berib, maktab yotqiga o'rilish bo'lgandan keyin etishini chekildi. Ondan Beribla men xat yozib etgan. Adresini barmoqchi bo'lgan maktabning adresiga fakultet ham yillik nomer bo'yicha yozsang bo'ladi. Men o maktabga beribla san xat yozaman. Aloqalashib turaylik. Meni unutib qolma, ha? dedi. Uning gaplarini anglab, ko'zlarimga yosh keldi. O'zimni yig'lab etishdan orolni tutib turardim. Boshlang'uchning birinchi yilidan boshlab bir sinfda, bir partada billa o'ltirib o'qib, mana endi ayrilg'ilyapmiz. Mumkin bo'lsa, oliy maktabga mo billa berib, uning bilan yondashib o'ltirib dars anglag'im bor edi. Biroq taqdir insonning orzusiga boqmaydi ekan. Shunda qilib, boshqa maktablarda o'qish uchun boshqa yurtlarga otlangilyapmiz. Ko'nglim shunchalik yerim. Shuncha yildan beri uningdan boshqa yaqin do'stimmi, sirdishimmi bo'p boqmabdi ekan. Hatto qizlardanmi uningchalik yaqin do'st tutib boqmabdi ekanman. To'g'risini aytsam, hatto qizlarmi mendek ikki qo'li yo'q cho'loq bir qiz bilan do'st bo'lishni, yaqin o'tishni xohlamagan edi. Irfandan taxirlanatdim. Minnatdor edim. Onunga bakli amroq edim. Ammo hammani bir ayrilish bo'ladiganligini to'limi kechikib his qilgan bo'ldim. Uning menga qarab turgan
qo'y ko'zlaridan talmirish, qiyonmaslik aralashgan iztirab to'kilib turadi. Nimalarnidir demakchidek umidlanadi. Lekin ig'iz ocholmaydi. Qo'llari ha deganda yuzlarimga, sochlarimga yugurib ketadi-yu, yanala o'zini tutib oladi. Uni buningdan burunmi necha qitim nayt sirliq sezgan. Hayron bo'lgan edim. Biroq bugünkidek aqlni lol qiladigan, odamni aymandiradigan sirliq bo'lib ketganini, duduqlab, gapini yuttirib qo'yishini tunji qitim ko'rib o'tdim. Xo'shlashib avtobusga chiqayotganda Erpanning ko'zlaridan taramlagan ikki tomchi yoshning zang'iqidan do'milab tushib ketganligini ko'rdim. U qo'lini polanglatib, ho'ngrab yig'lab, nimalarnidir degash, asta qo'zg'alib yo'lga chiqqan avtobusning keynidan yugurganda yuragim sho'rida iqib ketgandek bo'ldi. Orqadan ichimning bir yerlaridan to'lim achchiq ham shunchalik tatli bir sezim yamrab, yig'i bo'lib butun vujudimga yamashdi. İxtiyorsiz yig'lab etdim. Derazdan beshimni chiqarib, uningga xo'sh deb vaqirdim. Yuragim ko'krak qabzimga patmay, hozirla portlab chiqadigandek tipjaklab ketdi. Agar shu tapda avtobus to'xtasa, yugurib tushib, o'zimni uning bag'riga etib, qong'uchi yig'lavag'im kelib ketdi. Shakila bilan Risolat opam o'ltirgan avtobus bekat ichidan chiqib yiroqlab ketdi. U avtobus mening yuragimni qo'shib ib ketdi. Bu ayrılışqa chidayolmay, o'g'il bola ekanligimni, erkakligimni unutib, o'zimni qo'yib yetib, ho'ngrab yig'labdim. Avtobus kaynidan qanchalik yugurganligimni bilmayman. Ko'z yoshlarimni har qancha qitma to'xtatib olamadim. Men avtobus kaynidan yugurishga boshlaganda, Fukam deb chaqirib pilkimga esilgan hiliq sestra adam qadamlarimga yetishmagan bo'lsa kerak. Esimga kelib, kendimga qargan chig'imda uni hech yerga ko'rmadim. Allaqachon qorong'u tushib ketgan edi. Uylarning derazalaridan tushib turgan chiroq yo'riqlari kechani o'z holiga qo'yib, o'z atrofini g'uvo yo'rtib turadi. Faqat anda-sanda egiz bino uylarning derazalaridan tushgan yo'riqlar kechining barcha dardlarini xalq olamiga oshkor qilmoqchi bo'lgandek. Yo'llarni, daraxtlarni, hamma narsani yo'rtish uchun jon jahli bilan kuchayotgandek ko'rinadi. Tushdan keyin Shakila bilan Risolat opamni uzitib qo'ygancha texi uyga qaytmagan edim. Qaysi vaqt bo'lib ketganligimni bilmaydim. Vujudimda azob, judolik tuyg'usi, seg'inishdan boshqa hech nima yo'q edi. Shu kecha uyga qaytmadim. Uzoq yo'llarni piyoda besib, Shakila bilan birga o'qigan to'liq o'tir maktabga berib, darvozasi allaqachon taqib etilgan maktabning sovuq temiga yo'linib o'ltirib, uni seg'inib, o'zimni qo'yib etib, buxodan chiqquchi yig'lab, shu taraqqida tongni otqizibdim. Yo'l supurdigan tozliqchi ochashning no'qishi bilan ko'zimni echibdim. Bo'ynim o'yishib og'rib ketibdi. Shu chog'da kechining sovuqida xili to'nglig'anligimni his qildim. Ochash meni tunugun kecha uyga qaytishga imkoniyat yetmagan eg'ir kasal o'xshaydi deb o'ylab qopdi. Uning ko'ngil bilguniga rahmat aytib, qaytish uchun o'rnimdan turdim. Biroq putlarimni yutkigili bo'ldigandek emas edi. Bir hazo o'ylab, asta harakatlantirib, aron deganda qadam og'idek holga keldim. To'limi taslikda bekatga berib, avtobusga chiqib uyga qaytdim.
dadam bilan opam tunugun oqshomdan beri meni izlab aloqa zodi bo'lib ketibdi. Yana birdamgacha kelmagan bo'lsam, ular meni yo'qab ketdi deb texi dilo ma'lum qilib soqchixonaga bormoqchi bo'lib turishibdi ekan. Meni ko'rib har ikkisi etilib kelgunicha quchoqlab olishdi. Opam bosh ko'zimni siylab, ich-ichidan to'kilib yig'lab ketdi. Bir kecha uyga kelmagan bilanla ularni haqiqatan bek qo'rqitayotganimni shu chog'da his qildim. Ota-onamning safar tayyorliqlarimni puxta bitirib berish bilan haftadan keyin men Urumchiga qarab yo'lga chiqdim. Aslida dadam opirib o'rlashtirib qo'yib kelmoqchi edi. Lekin men uning qiyinlik qilishini xohlamay, hozirdan boshlab hamma ishlarni o'zim bajarishni aytib, qiyinchiliklarga yuzlanishni o'rganmasam bo'lmaydi. Shunga sizlar mush yerda uzitib qilinglar. O'zim ketay deb uni bog'il qo'ymadim. Opammo shuni to'g'ri topdi. 3 kunlik eg'ir safar hardiqidan keyin Urumchiga yetib kelib, amdiki maktabim bo'lgan Xinjiang tibbiy universitetiga tizimga oldirdim. Shu kundan boshlab mushu maktabning o'quvchisi. Qaynam tashqinliqqa, rengarang hayot kartinalariga to'lgan bu shaharning vaqtliq puhrasi bo'lib qoldim. Bu yerda turmush, o'g'inish ritmi bir qadar tez. Narsa keraklar bizning yurtdikiga qaraganda obdonli qimmat. Ishlar sal tezroq edi. Kishilari mehmondo'st. Mehrlik bo'lmaganida dastlabda menga bergan ta'siri o'qish bitirsam darhol yurtimga ketaman. Bu yerda bir kun ortiq turmayman degandan iborat bo'lgan. Ammo asta-asta ulog'im kunib, bu xil ritm, mijoz xuluqlarimi o'zlashib ketdi. Maktabga kelganning 2-kundan boshlab bizning yotoq binosiga mas'ul Akashdan mening xetim boyoqligini so'rashga boshladim. Tunji kuni u ismimni, qaysi fakultetda o'qiydiganimni so'rab olib, ondan bir tutam konvertlarni shart-shurt o'tkazib ko'rib, nihoyat tezla yo'qkan degan javobni berdi. Atsiyani so'rgan chig'imda ismimni so'rab, oldingi kunnikiga o'xshash tezlik qarashtirib, yo'qning javobini berdi. 3-kundan boshlab xetim bormi deb so'rasam, hech nima so'ramayla barliq konvertlarni qo'lga oldigan bo'ldi. Ashundaq har kuni kechda so'raverib, 6-kuni kechda alqiniga liqqida petib turgan konvertlar ichidan birini sug'urib oldi va "Bokan" deb menga tangladi. Xushalliqda uning qo'lidagi konvertni yulib degidek opdiman. Qarasam, shakiladan kelgan xat ekan. Shu chog'dagi xushalliqimni hech qanday so'z bilan tasvirlab bera olmayman. Menga ko'zlarini chimchiqiltib qarab turgan Akashning qo'lini ching'ida siqib, qayta-qayta rahmat aytib ketdim. U bu qadar qiziqliqimga sal hayron bo'ldi va sop-siriq tishlarini chiqarib kulib ketdi. Akash bilan xo'shlashib, oldirab yotoqqa kirdim. Qo'limdagi materiallarimni karvetimga tashlagandan keyin taqozolik ilkida konvertni ochdim. Shakila xitida Beijingga berib, maktabga o'rlashib bo'lganligini, ularning yotiqida muqim telefon borligini, kech taraflarda vaqtim yetsa telefon qilib tursam bo'lganligini aytib, telefon nomerini yozib qo'yibdi. Buni bilib, texmi bek xushal bo'lib ketdim. Endi hafta 10 kunda bir keladigan xatlarga qarab o'ltirmasammi, qachon xohlasam shu chog'da uning bilan aloqa qilisha oldim. Xatni yenish-yenishlab o'qidim. Har bir jumla, har bir so'zni yuragimga o'yvanmoqchidek. Shunchalik sinchilab, qitirqinib o'qidim. Xuddi shu xatlar orasidan shakillar chiqib keldigandek. Uning kulib turgan simosi hozirlik ko'z oldimda zohir bo'ldigandek bir tuyg'uda hayajonlandim. Shu kuni maktabga kelibla chiqish yaqin o'tib qolgan bir saboqdishimning telefon kartasini oriyatga ilib shakillarga telefon berdim. Biz ayrilgan bu 10 kundan ortiq vaqt men uchun xuddi 10 yildek tuyulib ketgan edi. Uning ovozini anglab, put-qo'llarimga qaytadan mag'dur to'lgandek bo'ldi. Yashashdagi birdan-bir maqsadim go'yo uni hayotimda boqilishdek. Butun vujudim,
butun asyadim bilan uningga oshiq bo'lib qolgan edim. Lekin uningga ko'nglimni bildirolmaydim. U bek nozik ham prinsipchan edi. Bu ishimizda, o'qish mezgilimizda unda xiyollarni qilmaydi. Va hech kimning unda xiyollar bilan o'zini qaymoqtirishini xohlamaydi. Bu tarafini ilgari uning bilan bir necha qitim yoshlardagi baldir muhabbatlashish masalasi to'g'risida munoziralashganda tushunib qolgan edim. Hafta oxiridagi dam ilishda sirtqa chiqib telefon kartasi bijirdi. Maktab ichida kart silib so'zlashadigan bo'tqa telefonlar bor bo'lib, sirtqa chiqil saldigan qulaysizlikni demaganda har holda lozim chog'da joniga asqatadi. Shuningdan keyin har kuni kech shakilaga telefon qilib, uxlashdan burun uning ovozini anglab va yaxshi tilaklarimni tilab qo'shilishadigan bo'ldi. Bundaq odatlanganimni umi his qilgan bo'lsa kerak. Keyinchi telefon qilsam, yotoqdoshlari olmay, u o'zida oldigan bo'lib ketdi. Bir-birimizdan yiroqda bo'lsaqmi, meni seg'inish azobi qiynab tursa-mu, kunlar ma'nilik va go'zal edi. Men hatto seg'inishning bu qadar shirin azobini shu qadar yoqtirib qilyotdim.